Yana bir akamiz ishlardan. Instagram, YouTube'larga qo'yib yuborak bir ishlaringda. Xalq mazza qilsin deydi. Bizni boboshga bozordan yaxshilar chiqadi. Bular nech puldan? 60 ming berdi. 48 dan 54 gacha. Narxi 60 ming so'm, 48 dan 54 gacha ekan. Oxirgachami? Aha. Mana etlar sifatlar ham. Bu ham chiroyli chiqqan. Bu o'sha maktabda, kollej yoshlarmi, kelinlarga ham tushirami? Tushiradi. Ha, kelinchaklarga ham tushadigan razmerda ekan. Bu-chi uni? Bu nima deyardi materialni? Ha, xullas bu ish qancha? 35 ming bo'ladi. Narxi 35 ming so'm ekan. Razmeri qanday chiqadi? 50 dan 56 gacha. Bu rosa yozgi shiklegan nima? Ko'ryapti. Rosa yozgi ekan. 50 dan 60 gacha ekan razmeri, o't narxi 35 ming so'm ekan. Bularchi Miyu. Bularni 65 ming qilib beramiz. Narxi 65 ming so'm ekan. 50 dan 56 gacha. Juda ham chiroyli, uzun, keng qilib tikilgan ekan. Bu tomonchi? Buni tepa pastlarimiz ashgacha 60 ming so'm. Tepaslar 60 ming so'm ekan. Mana shu 50 dan 56. uchalasi ekan, 50 dan 56 gacha ekan razmeri. Bunachi 80 ming. 80 ming so'm ekan bu. Uzungina ekan, razmeri qanday chiqadi? Rassetga shu qoldi oldi. Ha, rassetka shu qoldi deyapti. Buni eng chekkadagichi? Yo, bu ham buni eng chekkadan narxi 55 ming so'm ekan. 50 dan 56 gacha rasmeri. 50 dan 56 gacha ekan. Havo sovugiga telefon ham qatyapti. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 858 858 47 55. 4755 raqamiga aloqaga chiqinglar, akamiz ishlaridan kerak bo'lsa. Instagram, YouTube'larga qo'yamiz. Kanallarimizga, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Padishkada bo'lib turasizlar, akalar, opalar. Sog' bo'ling, charchamang. Spartgachalar, assalomu alaykum. Olib ketaveraylikmi videoga? Boshlab oldingiz-ku, deng. Bular troyka ekan, ichida futbolkasi bor, spartkachasi bor. Toshkent. Deyapsiz. Ha, bular Toshkent ish ekan, haqiqiy. Nima deydi? Qabrishniroq deydimi? Qabrishni ish ekan, haqiqiy. Sifatlari sal yuqoriroq bo'ladi, baribir Toshkent ishi boshqacha bo'ladi bizni. Vodiyga nisbatan. Narxlar nech puldan? 45 mingdan aka. 45? Narxi 45 ming so'm ekan, shu troyka hammasi o'ba. Rasitkalar ha, troyka hammasi. Troyka uchalasi o'bda 45 ming so'm ekan narxi. Razmeri qanday chiqadi? 3 talik aka, razmeri 5-6 yoshgacha tushadi. 3 talik, eng kattasi 6 yoshlargacha tushadi, ag'i keyin 5 yosh, 4 yosh, 3 yosh shunaqalarga tushaver ekan. 3 talik ekan pachkada. Rasitkalari ham bir 5-6 xil bor ekan, ha? Rasitkalar ko'p, hammasini yana boshqa rasitkalari bor. Ha, bir 10 xil, 15 xil deydimi? Chiqib ochig'i shular ekan, yana bor rasitkalar deyapti. Telefon nomeringiz nechi? 90lik 566 566 93 39 raqamiga aloqaga chiqinglar. Shu akamiz ishidan kerak bo'lsa, tuga qolmaydi shu bir ekan ishda. Telefon qilsa bo'laveradi. Bir hafta, 2 haftalardan keyin ham. Ha, buni 10 na bor deyapti. Hozir keyingi bozorga yana chiqmay qolish ehtimoli mayda yo'q bo'lsa ekan, bor ekan, xullas bir 10 na bor deyapti. Bular shu o'rtacha materialda, xullas bahor ichi kiysa bo'ladigan yengilliklar. Uncha-munchaga tugamaydi deyapti, yaxshilardan deyapti. Sog' bo'ling, charchamang. Ishdan qancha beryapti-kan? Bo'ldi ekan. Ishdan hozir egasi yo'q ekan. Keyin mana bunday xalatchalardan bor ekan. Bular o'sha yozgi xalatlar. 27 ming xalatlar, 52 dan 60 gacha. Ha, bo'ldi, sizga qo'ying. 22 ming so'mdan ekan xalatlar. Ya 27 ming. Qadash o'tida. Nimalarni obunachilarga bo'lsin dedim. 27 ming so'mdan ekan xalatlar. 52 dan 60 gacha. 52 dan 60 gacha ekan razmeri. Bular o'sha yengil yumshoq xalatlar, uyga, hovliga kiygani. Ana gullari bor ekan. Nomerchi nechi nomer? 90lik 570 570 03 64. 03 64 raqamiga aloqaga chiqinglar, akamizlardan kerak bo'lsa.